vistikani qo'yib turamiz. Binoni o'zi umumiy ob'yomini men taxminan hisoblab ko'rdim turgan joyda. Mana kolonnamizda taxminan 70 ga 70. Buni 70 ga 70 bo'lishiga sabab buni oralig'i 20 metr masofani yopishgan. Mana har 20 metrda bittadan men hisobladim. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta. 5ta prolет, значит bunaqasiga 100 metr. 100 ga 160 deb hisoblayapman. 100 ga 160 bu binoni ob'yomi. Buni kislovoz sistemada yopilgan. Mana har 20 metrda bittadan mana buni guli deyiladi. Kislovoz modul sistemada qilingan. Har bitta shagi 2 metrdan 2 ga 2 bo'ladi. Ancha arzon tushgan bu. Обычный metall konstruksiyadan. Misol uchun agar buni kolonna qilib olib chiqib rigil ustiga fermalar bilan yopadigan bo'lsa, ancha qimmatroq tushardi. Modulning sistemi ancha qulay hisoblanadi katta proletlarni yopish uchun. Mana shu yerda foydalanilgan ekan. Juda ham zo'r.